18-aprel sanasida ijtimoiy tarmoqda bizni faol kuzatayotgan obunachilarimiz Real Tego degan gilosimiz mana pishib yetilyapti mana. Sarg'ayadi, endi qizardi mana. Sarg'ayadi, qizaradi, qorayadi. 18-aprel mana Real Tego gilosimiz va nihoyat mana qizardi. Xudo xolasa 4 kun 5 kunda qorayadi. Ertaki joylarga ekishni tavsiya qilaman. O'tgan yil ekilgan ko'chat. Mana o'sha 5-6 ta mevasini qo'yib qo'ydim. Mana o'sani sarg'aygan holatda mana. Mana do'stlar, mashina bo'lib oldin sarg'ayadi. Mana sariqligida ham bunga rang kirib, mazasi shirin. Mana shu holatda ham eksport bor. Qattiqligi o'ta qattiq gilos. Xudo xolasa, mana shu gilosimizni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. 88 957 27 27 nomerdamiz. Mana gilosimiz. Kamida 30 ta 40 ta meva qiladi, 3 donasini qo'yib qo'ydim. Sarg'ayadi, qizaradi, qorayadi. Real Tego eng ertakina. Gilos pishdi mana, do'stlar. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yasizlar, gilosdan boqmoqchi bo'lganlarga. Eng ertaki so'radiganlarga Real Tegoni tavsiya qilaman. Gilos ko'rinishi. Amerika seleksiyasidan chiqqan gilos Real Tego.